Xo'sh, hammasi yaxshi. Qani hozir bu tugmani bosamiz va Minecraftni yangilaymiz. Men Minecraftga hamma yoqni olmosli qilaman. Qani Minecraft hamma yoq olmosli. Men uchar likopcha qo'shaman. Kemani uchirtiraman. Hamma yoq olmosli bo'ladi. Tog'larni balandroq qilaman. Hammasini realistik qilaman. Shunaqa endi zo'r Minecraft yaqinda обновление qilamiz. Ya'ni o'zbekchada updatemi shunaqa edi yo'q. Короче, обновление yangilamoq. Hozir tog'larni baland qilaman, rasiyam baland. Qani hozir yana men xursandman, yana nima qo'shsam bo'larkin. Moshinalar qo'shaman. Lamborghini Bugatti'lar qo'shaman. Voy nima bo'lib qoldi? Nima bo'lib qoldi? Men tushunmayapman. Men qayerga chiqib qoldim? Yordam beringlar. Yordam beringlar. Allaqasiga kirib qoldim. Nima bu chegarami? Minecraftda oxirgi chegarasi. Yo. Nima qilaman? Bu yerdan qanday chiqaman? Qaranglar, bu yer Oh, do'stlar, qanday bu mazali non bo'lsa, non. Unda hozir men yana daraxtlar, hammaga salom, men sizlar bilan Kompot, mening videoyimga xush kelibsizlar. Unda men hozir daraxtlarni chopib olaman. Unda qanday chopishni bilmayapman. Qaysi daraxtlardan chopsam ekan? O'tsa bunisidan chopdim, mayli, o'qidan chopdim. Nima bu? Nimaga bu ani bo'lmayapti? Nimadir buni yopishtirib qo'yishganmi? Super kley bilan. Unda men tushunmayapman. Nimaga bu bunaqa bo'lyapti? Boshqa daraxtlarni ham sindirib ko'raylikchi. Nimaga hamma yo'qani bo'lyapti? Sinmayapti. Yoki boltamda nimadir netommi? Yo'q, boltam yaxshi. Qani sen Короче, mayli, qo'limda sindirib ko'raychi. Yo'q, qo'limdan ham sinmayapti-ku. Endi nima qilaman? Mayli, qishloqqa boraylikchi, bironta nimadir bo'lar. Do'stlar, bu nimaligini ko'ryapsizlarmi? Menimcha tushundim. Menimcha bu bilsanglar kommentariyaga yozinglar. Men hozir buni nimaligini bilaman. Bu Minecraftni oxirgi chegarasi. Men tushundim nimaga bu yerlarni, daraxtni sindirib bo'lmaganini. Bu nimaga meni qo'shnimni uyidan chiqyapti bu? Ana hozir qo'shnining uyiga kirib ko'raylikchi. Bu qulflab qo'yibdi-ku. Qani boltamda sindiraychi. Nimaga bo'lmayapti-ku? Qani hozir oynalarni Kompot keldingmi? Ovozim yaxshi kelyaptimi? Ovozing hali tikilyapti. Bu men Minecraftni yangilamoqchi edim. Nima deyapti? O'zi eshitmayapti. Nima qilmoqchi eding? Yangilamoqchi edim, shunaqa narsa kelib qoldi. Nima qilib qo'ydi? Qani tushundim. Bu chegara, bu yerga hech narsa qo'yib bo'lmaydi, sindirib bo'lmaydi, ochib ham bo'lmaydi. Hech narsani unda o'ynaga ochiq ekan. Qani bu yerdan kirib ko'raman. Bu yerdan hozir men parkur qilib uni uyiga boraman. Qishloqqa nima bo'ldi? Men Minecraftda qayta ishlamoqchi edim. Hamma yo'q olmosli qilmoqchi edim. Shuga tog'lar, nimadirlar, yangi narsalar qo'shmoqchi edim. Shunaqa bo'lib qoldi. Buni faqat dasturchilar qila oladi-ku, ya'ni mutaxassislar, admin qila oladi buni faqat. Men bilmabman-da. Men o'zim qilaman deb o'ylagandim, Minecraft admini bo'lmoqchi edim. Nima deyapsan? Qani bu yerga nimaga chiqib bo'lmayapsan? Bilmayman, buni ilojini qil. Kompot, men bu yerdan chiqishim kerak. Uyim shunaqamidi? Mayli, men hozir unda adminga telefon qilaman, senni Minecraftni tuzatadi. Shunday qilgin. Unda men hozir uyimga borib kelaychi, hozir qilaman. Qani uyimga adash, nimaga men o'zi uyimga kira olmayapman desam, bu axir men uyimga kira olmayman-ku. Qani bu sandiqni ochishim kerak. Men telefonimni olishim kerak. Unda men qanday qilaman buni?
Yo, ana uyim haliga qulf ekan. Voy bu. Endi men nima qilaman? Qani ochib ko'raylikchi. Mayli hozir qishloqning uyiga kiraylikchi. Yo, asabimga tegyapti mana shu. Voy. Mayli. Unda hozir ana keldim. Qishlog'im men qilolmadim, ocholmadim. Bir nima qilish kerak. Bu kompyuteringdan qildingmi? Qani hamma knopkalarni bosyapman. Yo'q, hech narsa bo'lmayapti-ku. Ha, kamon, uxur bu men o'zim bilaman, chiqqanimda o'zim qilardim. Sen hech narsani bilmaysan, chunki sen buzib qo'yding Minecraftni. Endi nima qilamiz? Bilmadim. Menimcha kompyuterni sindirish kerak yoki bilmadim. Sen yaxshilab qarachi kompyuterni yana biror narsa o'ylab topamiz. Ya'ni biror narsa sindirchi, birorta avtomatmi? Unda men hozir skladga boraychi, nimadirlar bormikin? Skladda eshigi aniq ochiq bo'lishi kerak. Qani do'stlar, men hozir skladga boraman, u yerni eshigi aniq ochiq. Qani hozir qanaqa ochiq ekan? Oy, salom kompot. Men nimaga bu sandiqlarni ocholmayman? Men Minecraftda ban bo'ldimmi? Yo, sen ban bo'lmading. Qanaqa ban? Yo. Nimaga ochib bo'lmayapti? Sendalar shundaymi? Ha, yo. Bu qo'rqinchli narsa emas. Bu shunchaki chegara bo'lib qoldi, shuni tushuntirish qiyin. Uzr, men ban bo'lib qoldim debman. Ammo yo. Qarochi, men hozir narsa kerak menga. Men narsa ishlagandim. Qanaqa narsa ishlaganding? Men lazerli qilmoqchi edim, shunga uni bo'yamoqchi edim. Bu sandiqlar ochilmayapti. Endi meni qanday bo'yashimni bilmayapman. Unda menga shu lazerni bera olasan, menga juda ham kerak u. Mayli, faqat qaytarib berasan. Mayli, yo'q, bu qanday chiroyli bo'ldi. Mayli, o'zim qaytarib beraman senga. Unda do'stlar, qani ketdik. Qani hozir men bu yerga kirib o'taman. Qani mana hozir endi buni otaman. Qani mana olib keldim senga, qara bu lazerni. Yo'da, nima qilding? Mayli, yo. Qani hozir tepaga otaychi, bu sinarmikin? Yo'q, bu sinmayapti-ku, faqat ichiga o'tib keyin tashqariga ham ketib qolyapti. Yo'q, do'stlar, nima qilamiz? Komot, siz buni yo'lda o'ylab toping, juda ham kerak. Men qo'ryapman. Nimadir bo'ldi, kompyuterga o'tgandim, shunaqa bo'ldi. Ochilyapti. Qarochi, yo'q, to'xtab qoldi. Ura, men chiqdim. Yo'q. Men ham bu tuzoqqa tushib qoldim-ku. Endi ikkalamiz shu yerda biz. Endi bu yerda qanday chiqamiz? Lekin bir tomonlama yaxshi. Yo'q, bu yerda narsa sindirib bo'lyapti, qo'yib ham bo'lyapti. Bu degani yaxshi. Unda biz qanday chiqishni o'ylashimiz kerak. Qani men hozir uyimni ocha olyapman, lekin bunaqa bo'lyapti. Komot, nimadir o'ylab topish kerak. Mayli, hozir men bu kompyuteringni yaxshilab qarab chiqaychi, nimadir bo'larmikin. Qarachi, qani hamma yog'ini bosyapman. Qani unda bir yo'li buni sindirish kerak. Sindiraver, menga kerak emas bu kompyuter. Mayli, xafa bo'lmaysan, sindirdim. Qani qochchi. Yo'q, nimaga bunaqa bo'lyapti? Mayli, buni qo'yib qo'yamiz. Endi yana topish kerak. Endi kompyuter ishlamayapti. Nimaga buzdik buni? Bilmadim. Yo'q, shoshma, bu nima bu? Bu shu Minecraftni sozlash uchun narsa. Yo'q, to'g'ri. Bu hozir buni sindirib ko'ramiz. Bu faqat izumrudli kirkada sinadi. Yo'q, u menda ham yo'q, senda ham yo'q-ku. Yo'q. Mayli, senga otib yubordim. Hech qisi yo'q. Qarochi, bunga nimadir o'ylab topish kerak. Bu nimasi? Ha, bunga suv qilish kerak. Qani suv, suv. Qani bunisi, ana bu yerda suv bor ekan. Endi suvni qanday olish kerak? Menda internetimda bunaqa narsa bor. Mayli, berchi, mana oldim paqirni. Chelakmi? Chelak, qarochi, hozir buni ustiga qo'yib ko'ramiz. Mana hozir suvni qo'yib ko'ramiz, keyin ishlab qolishi mumkin. Qani buni sindiramiz. Qani mana ana.
Yo ana qara zo'r bo'ldi hammasi. Ana ana hamma yoq ochilyapti. Qara. Mana chegara ochilyapti. Endi biz bu yerda xohlagan ishimizni qila olamiz. Ora rahmat senga kompot beri chiqarganing uchun. Mana ko'rdingmi? Mana o'sha ketyapti. Men hozir uni orqasidan yetib boraman. Qana hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana do'stlar men keldim. Qarchi mana ketyapti chegara. Hozir hamma yoq ochilyapti. Do'stlar bu yaxshi ana bo'ldi bizga. Qarchi hozir men mana ketyapti. O'sha sekin ketyapti. Ko'ryapman sizlaring. Unda hozir men qishloqning oldiga boraman. Nimaga bunday qilganini so'rayman. Qishloqi, sen nimaga bunday qilasan? Yo, uzr, men hozir ketdim. Yonma yo'qotib ketding. Qishloqqa qochib ketdi, lekin men undan aniq so'rayman va uni uraman, jang qilamiz Oktagon ligada. Do'stlar, sizlar ishinglar yaxshimi? Mayli. Unda men hozir buni narsasini qaytarib beraman. Hammaga xayr do'stlar, men sizlar bilan kompot bo'ldim. Hozir men lazerni qaytarib beraman. Hammaga xayr.